Obunachilarim, bugun men sizlarga eng zo'r igrani Minecraftda sizlarga ko'rsataman. Bugun mana planetga kirib olamiz. Qidiradigan joyda bosamiz va Grafitskiy manda yozamiz. Mana shuni yuklab olasizlar. Uстановить degan. Bu juda ham zo'r igra. Elektro bor, narsa bor, qanotlari bor, istagan narsani. Va hamda chiqinligi ham bo'ladi. Bu ham zo'r, ushtalik kiradi, eng zo'r ushtalik. Buni oldin o'ynagansizlar va u hamda chiqin umuman chiqmayapti-da, o'shaning chiqin chiqmayapti. Va buni yuklab olasiz. Buni chiqinlardan bor, istagani 92, 99, 70 bor. Va shularni to'xtasiz. Yani qaysilari bor edi. Steam 5 bor. Mana shu vaqtli bu. Ayangizda yo o'zingizning kartangiz nomeringiz bo'ladi, kartangiz bo'ladi. O'shanga shuni bosasiz, ustonochda kartangizdan 7000 yechib oladi. Va 7000 va siz telefoningizdan 591 megabit ham oladi. Va mana shunga to'xtasiz va internetli igra. Boshqa pul emas, internetsiz. Internetli igra faqat 7000 dan yechib oladi bo'ldi. Tochka. Mana igra juda ham zo'r. Mana. Men buni totdigan hamma. Bu skin qo'yadi. Ondan ham totdigan. Bu juda zo'r igra. Va eng zo'r igrani hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shundan yuklab olasizlar. Men yuklab olganman. Bu juda ham istagan Minecraft bot. Botmi, botsizmi, istagan Minecraftga mana shu o'yinchini qo'ysa bo'ladi. Mana shu qizil kostyumli o'yinchini. Avvalgiga. Istagan Minecraftga. Va mana bu zo'r. Dahshat Minecraft. Sizlarga o'ynashga tavsiya etaman. Lekin megabit kam bo'lsa, undan to'xtamaydi. Mashina chiqinli o'ynadi, to'g'rili. Bunaqasi o'ynamaydi. Mana chiqin lekin yotqizilib o'ynaladi. Bu ham zo'r lekin megabit kam bo'lsa ham. Juda zo'r igra, boshqa Minecraftlardan qulayroq. Sizga ham bitta igrani ko'rsataman. Mobile. Mana shu juda ham zo'r igra, trendga chiqqan igra. Juda ham zo'r igra bu. Bunga 416 bor, X8 bor, miltiqlar va glam bor. Olovni zonasi bor. Bu zo'r igra. Butun dunyo o'ynaydi. Kim bu mobile leader. Unga faqat bitta zona qaytarib kelaveradi-da. Zona kichayadi. Eng zo'r igra mana. Dunyodan mana shu 23 mi yo 40 mi foizi odamlar Roblox o'ynaydi. Roblox hozir 2026-yilda Roblox juda ham mashhur. Shuning uchun hamma shu Minecraft o'ynaydi.